Assalomu alaykum, hurmatli briefing ishtirokchilari. Bugun iqtisodiyot va moliya bo'limi tomonidan aholini qiynayotgan muammolar hamda real yechimlar bo'yicha gapirib o'tmoqchiman. Bunda hozirgi kunda aholi turmush sharoitini yaxshilash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, ochiq budjet mexanizmi orqali aholi o'zini qiynayotgan muammolarni bevosita ko'tarish va ularni hal etishda faol ishtirok etmoqda. Ochiq budjet doirasida amalga oshirilayotgan yechimlar. Aholi tashabbuslari asosida ichki yo'llar, piyodalar yo'laklari va ko'cha yoritish tizimlari yangilanmoqda. Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlari yaxshilash bo'yicha loyihalar moliyalashtirilmoqda. Maktab, bog'cha va tibbiyot muassasalari ta'mirlanmoqda. Hududlarda yangi bolalar maydonchalari va dam olish maskanlari barpo etilmoqda. Kommunal infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha takliflar amaliy hal etilmoqda. 2026 yil hisobidan keltiradigan bo'lsak, ochiq budjet axborot portali Yangiyer shaharda istiqomat qiluvchi fuqarolar tomonidan 2026 yil birinchi mavsumida jami 86 ta taklif qoldirilib, ushbu qoldirilgan takliflarni mezonlarga muvofiqligi hamda tadbirlar amalga oshirilishini imkoniyatlarini o'rgangan holda shahardagi maxsus komissiya xulosasi asosida 84 ta taklif tanlab olingan hamda ovoz berish jarayoniga qo'yilgan. Ochiq budjet axborot portalida ovoz berish jarayoni yakunlariga ko'ra, Yangiyer shaharda eng ko'p ovoz to'plagan 5 ta takliflar g'olib deb topilgan. Ushbu 5 ta takliflar qurilish ta'minlash bilan bog'liq loyihalardir. Loyihalarning umumiy qiymati 5 milliard 880 million so'mni tashkil etadi. Bu loyihalardan birinchisi Yangiyer shaharda Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikum binosi eski deraza romlarini yangi zamonaviy Akva Imkon Plus termo romlariga almashtirish, texnikum sport zali, laboratoriya, o'quv xonalarini issiqlik tizimini ta'mirlash, o'quvchilarni kelib-ketish nazorat qilish uchun kirish darvozasi oldiga yengil konstruksiyali nazorat xonasini qurish. 11-maktab hududida yengil konstruksiyali kurash zali qurish, yengil konstruksiyali bitta murabbiy xonasi, o'g'il va qizlar bolalar kiyimlarini almashtirish uchun xonalar. 3-taklifimiz 8-sonli umumta'lim maktabining 3-qavat binosini mukammal ta'mirlash hamda issiqlik tizimini markazlashgan model tizimiga o'zgartirish. Ma'rifat mahallasidagi Tinchlik ko'chasi zamon talablariga mos 24/7 mahalla xiyoboni barpo etish. 5-taklifimiz tibbiyot birlashmasi hududida Nur diagnostika markazi uchun qo'shimcha bino qurish loyihalari g'olib deb topilgan. Bu loyihalarning barchasi aholini qulay imkoniyatlar yaratish hamda yuzaga kelayotgan muammolarni hal etishga xizmat qiladi. Ochiq budjet tizimi aholini qiynayotgan muammolarni aniqlash va ularning manzilli hal etishda samarali mexanizm sifatida xizmat qilmoqda. Bu esa joylarda infratuzilmani yaxshilash, aholi farovonligini oshirish, davlat jamiyat muloqotlarini kuchaytirishga xizmat qiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.